qadrli do'stlar, sizlar bilan Fazliddin Muhiddinov. Yaqinda e'lon qilingan video kursimizda nimalar o'rganishni haqida qisqacha tushuntirib bermoqchi edim. Demak, biz buxgalteriya dili O'zbekiston 1.3 versiyasi asosida qilamiz bu narsani. Bizda mana bu versiyada o'zi oldindan elektron dokument оборот bor. Faqat bu orqali bizga markirovkalar kirmasdi. Shu markirovkalarni qanday kiritish hozir ko'ramiz mana. Hozir mana ixtiyoriy bitta tovar oladigan bo'lsak, mana masalan shu fakturani oladigan bo'lsak, ichida agar mana markirovka deyapti, to'g'rimi? Mana markirovkasi bor bo'lsa markirovka deyapti. Mana shu narsani sozdat dokument adresida поступление tovar bosgan paytimizda bizda avtomatik tarzda mana bunday spisk markirovka to'lib chiqadigan qilamiz. Bu yerda mana bu yerda bizda mana 300 necha xil ekan, masalan 312 xil ekan. Mana 20 xil tovarni har xillari spisk markirovkasi chiqadi va buni bazaga yozamiz. Zapisat qilib bazaga yozgan paytimizda mana bazaga yoziladi. Ya'ni ko'rib turibsiz, elektron dokument оборотdan shot faktorini yuklagan paytimizda markirovka o'zi avtomatik to'lib chiqyapti. Mana bazaga yozdi. Bazaga yozgandan keyin mana bizda bu narsa mana oxirida mana bu yerda mana bitta shot faktorida paydo bo'ldi. Shot faktorini ko'rsangiz, mana markirovkalar turibdi bu yerda. Endi mana shu markirovkalarni bazaga yozishdan ham oldin bu narsa yana bitta ishlar bor edi bu yerda. To'g'riligini tekshirib chiqishimiz ham mumkin. Tasavvur qiling, qo'lingizda sizning tovar bor. Tovar borda mana shu tovarlarni bitta markirovkasini urib chiqishingiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu mana bu o'zi kelgan ro'yxat bu u tomondan elektron shot faktorada Redoxdan kelgan ro'yxat bu, lekin haqiqatda shular kelmaganini bilish uchun mana bu tovarni urib chiqishingiz kerak. Mana shu holatda nima qilamiz? Mana shu holatda keling bu ozroqda ko'rsataman men sizlarga bu narsani. Bu juda ham katta ro'yxat ekan. Mana misol uchun 80 talik mana misol uchun 80 talik. Keling shuni ham 80 tani ham ozroqligi uchun, vaqtimiz olmasligi uchun men 10 ta markirovkani o'zida ko'rsataman. Aytaylik, mana shu kodlarni urib chiqqanda agar to'g'ri bo'lsa, skaner orqali shu narsa mayda belgi bo'lish kerak. Mana skanerning degan joyda galchka bo'lish kerak. Agar yo'q bo'lsa, tagiga yangi qator qo'shiladi. Keling shuni mana yerda ko'chirib olganim bor edi. Bundan bu yo'g'ini olib tashlaymiz. Bundan bu yo'g'ini olib tashlaymiz. Tasavvur qiling, mana shu narsalar turibdi mana. Va ba'zi birlarni xato ham qilib qo'yaylik. Misol tariqasida. Mana buni tasavvur qiling, skaner qilgan paytimizda to'g'ri bo'lsa, mana bu yerda ro'yxatda yo'q kod bo'lganligi uchun tagiga yangi qator qo'shib qo'ydi. Xo'p, keyingi tovar oldingiz, skaner qilsangiz, bu ham yangi qator qo'shib qo'ydi. Skaner qildingiz, bu ham yangi qator qo'shib qo'ydi. Skaner qildingiz, hammasi yangi qatorda chiqyapti. Bu yerda hammasi yangi qatorda chiqyapti. Keling shuni asli o'zidan ham ikkita kopiya qilib olaylik. Ya'ni bizda haqiqiy bor markirovkalarni ham tasavvur qiling, kopiya qilib oldik. Mana shu markirovkalarni ham ichida mana bittasini xato qilib qo'yaylik. Misol uchun mana buni ham kopiya qilib oldik. Mana. Endi shu skanerga o'tgan paytimizda mana misol uchun mana bu tovarni skaner qildik, to'g'ri deb galchka qo'ydi. Mana bu tovarni skaner qildik, bunga ham to'g'ri deb galchka, ya'ni spiskada bor deyapti. Mana bu tovarni skaner qildik, bu spiskada yo'qligi uchun yangi qo'shdi bunga. Mana bu tovarni skaner qildik, buni ham yangi qo'shdi. Mana bu tovarni skaner qildik, mana misol uchun buni ham to'g'ri deb galchka qo'ydi. Va hokazo tushundingiz, oxirigacha skaner qildingiz. Qilgandan keyin mana shu yer o'zida misol uchun masalan sizning qo'lingizda 10 ta tovar kelgan bo'lsa, 10 ta skaner bo'lsa, asli idealda hammasi ro'parasida galchka chiqish kerak edi. Agar galchka chiqmadi, nima bu yangi skaner bu yerda ro'yxatlik uchun bu yerga qo'shilib qoldi. Tovar nomi boshqa narsa ham bu yerda yo'q. Siz bilasizki, mana bu tovarlar o'zi haqiqatda bor yo'q bo'lsa ham, lekin bizga kelmagan tovar. Shuni o'zidan siz поставщикка оборотni qaytarib berishingiz mumkin. Ya'ni siz deganda mana shu firmani egasi deyapman, ishlatayotgan buxgalter deyapman. Endi bu markirovkani haqiqatda kelgan ro'yxati bilan bizdagi markirovka to'g'ri-noto'g'riligini tekshirish bu. Endi bu asl belgisini o'zida qanaqaligini tekshirish uchun mana bu knopkani bosamiz, mana bunday joy chiqadi. Joy chiqqan paytda proverka asl belgisi degan knopkani bosamiz. Bosgan paytimizda mana bunday bizda mana tekshiruv ketadi. Asl belgisiga zapros ketadi. Zapros qaytib kelib turib, mana haqiqatda mana bu tovarlar bor deyapti. Mana bu tovar aytayaptiki, bu bunday markirovka kodi xato deyapti. Shuning uchun bu narsa noto'g'ri. Mana bu tovar haqiqatda markirovka kodi shunaqa bor, lekin bu markirovka sizga tegishli emas deyapti.
Ya'ni asl belgisi shunaqangi ishlar ekanki, bu narsani o'sha darsimizda ko'rsatib o'taman. Haqiqatda bor markirovka bo'lsa ham, lekin asli sizga shu faktor orqali jo'natilmagan bo'lsa yoki boshqa bir joyga jo'natilgan markirovkani o'zingiz skran qildirsangiz, bu mana bu tekshirish degan joyida sizni INNingiz u tomonga boradi-da, elektron ключ orqali qilinadi bu narsani. Mana bu yerda tanlanadi, men bu narsani ko'rsataman. Elektron ключingiz orqali tekshirganingiz uchun bu agar ana shu tovarni harakatda sepochkasida agar siz ishtirok etmagan bo'lsangiz, bu yerda sizda ma'lumot kelmaydi. Va mana shunday xato chiqadi. Mana bu ma'lumot bo'lsa, haqiqatda bu sizga tegishli ekanligini bildiradi. Ya'ni INN собственник, mana shu aynan tekshirayotgan firmaning INNsi bu. Markirovka kodi xato, bu ham unaqa kod yo'qligini bildiradi. Tekshirib bo'lgandan keyin vernutda dokument qilsak, mana bu yerda mana bunday xatoliklar chiqadi. To'g'ri narsa mana bu galichkasi yo'qlari to'g'riligini bildiradi. Galichkasi borlari bo'lsa, bu xatoligini bildiradi. Endi bu yerda ikkita galichka bor, bittasi asli galichkasi bor, lekin nima bo'lgan? Galichkasi bor, lekin haqiqatda narsa ham bor. Nima deydi? Markirovkadan ham o'tgan. Buni galichkasi bor, ya'ni haqiqatda shu tovar bizga keldi, lekin markirovka kodi xato jo'natgan. Mana bu markirovka bizga keldi, markirovka kodi ham to'g'ri, lekin bizga tegishli emas. Mana shunday holatda ko'rish mumkin do'stlar. Endi mana bu galichkasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana bu galichka bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana bu kodlar haqiqatda mana bu kod markirovka kodi xato ekan. Va mana bu spiskada ham yo'q, bu bizga kelmaganligini bildiradi. Qisqasi buni haliginaqasini keyin ko'rasizlar o'zingizlar nima deydi, dalsh nima qilish kerakligini. Endi keling shuni zapisat qilmasdan chiqib ketamizda, mana shunday holatda yopamiz. Yopganimizdagi mana shuncha narsa to'g'ri turibdi. Mana proverkani bossam, ko'rasiz bu hammasi to'g'ri chiqadi o'zi. Haqiqatda idealda. Faqat mana bu bizga tegishli emasliklari chiqyapti. Ya'ni mana shu narsa haqiqatda markirovka kodlari to'g'ri, lekin bizga tegishli bo'lmagan markirovkani jo'natganligini bildiradi. Endi buni yopamiz. Yopganimizdan keyin nima bo'ladi? Bizda keyin postupleniya bo'ldi, endi realizatsiya bor, to'g'rimi? Realizatsiya tovarga o'tgan paytimizda, shu yerda realizatsiya tovar qilayotgan paytimizda ham shu markirovkalarni ko'rsatib, tovarni sotishimiz mumkin bo'ladi. Mana misol uchun ixtiyoriy bitta tovar olib, bitta hujjat olaylik. Men o'zi bor hujjatni ko'rsataman sizlarga. Misol uchun mana bu hujjat. Mana bu hujjatda markirovkalar bu yerda ko'rsatilmagan. Misol uchun yoki shu hujjat pustoy bo'lsin deylik. Pustoy bo'lsin. Markirovkasini mana bizda markirovka ro'yxatini mana bu yerda olib oldim o'zimga. Markirovkasini mana misol uchun mana bu knopkani bosib, markirovkalarni biz narsa qilishimiz mumkin, kiritishimiz mumkin. Mana o'zini yerda to'xtab qoldi. Mana endi ishlab ketdi mana. Mana ko'rib turibsiz. Ya'ni tovar o'qitgan paytda bitta tovarning bir nechta markirovkasini mana misol uchun bitta tovardan 4 ta pachkada o'linda 4 xil markirovka, to'g'rimi? Teparoqdan misol uchun mana bitta tovar qo'shaman mana misol uchun. Mana bunday holatda 4-qatorda bor deyapti bu narsa. Ya'ni qaysi 4-qatorligini o'zim sizlarga ko'rsataman do'stlar mana. Mana bu yerda tovarda o'zi ikkita qator xolos, lekin 5 ta markirovka o'qitildi. Mana shu 5 ta narsa mana shu yerda turibdi mana bu yerda. Markirovka turlari bilan turibdi. Bu markirovka turlarini biz pirxod qilgan paytimizda o'zi yozganda. Markirovka turlari haqida ham o'sha darsimizda batafsil tushuntiriladi. Uni API dan olayotgan paytda qanday ijro etishi ko'rsatib o'tiladi. Mana shunday holatda mana tovarlarni kod orqali qo'shgandan keyin zapisatda bo'lsa, mana misol uchun, mana zapisat qilindi va bu narsada вставить SFA DDoS degan knopkani bosadigan bo'lsak, adres покупательный заполнен deyapti. Keyin buni ko'rsatib qo'yamiz, adres покупательlar. Bu bir ustimizda klientimizning bazalari, o'shaning darslari ba'zilari misolida biz darsni qilyapmiz. Mana zapisatda bo'lsa, boshqatdan вставить bo'ladigan bo'lsak, mana do'stlar markirov degan narsa paydo bo'lyapti. Qachonki o'zim bu knopkani bosmayman, bossam jo'nab ketib qoladi. Отправить bosilsa, keyin shu bilan DDoSga bu narsa tushadi. Do'stlar, mana shu narsani biz dars davomida o'rganamiz. Albatta, agar qanaqadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, berishingiz mumkin. Darsga aloqador savollarni gruppada o'sha dars vaqtida gaplashamiz, gruppa qilamiz. U yerda tushunmagan joylaringizni javoblarini beramiz. Hozir men sizlarga ishni qisqacha tushuntirdim. Endi shu narsalarni qanday qilishni, nimaga asosan qilishni, API'larni qanday olish, qayta ishlash, obработка qilish, shunaqa narsalarni men sizlarga dars davomida o'rgatib o'taman. Nimadir savollar bo'lsa, marhamat, e'tiboringiz uchun rahmat. Albatta, kurs bo'yicha murojaat qilinglar. Xohlasangiz kursni olib o'zingiz shunday qilishni o'rganishingiz mumkin yoki istaganlarga mana shunday bir xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining ba'zilariga istalgan bazaga bu narsani qo'shib berishimiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.